Assalomu alaykum ahli Instagram. Namanganga Avtochip Pro asoschisi Abdulloh Kamyonlari kelganmiz. Bir qancha apparatlar dilleri, xudo xolasa bizga chiroyli apparatlar qilib berdilar. O'zingizga tanishtirib berasiz apparatlarni. Sharof aka, ben doimiy klientimlar ancha yildan buyon o'zi juda ham ko'p turdagi apparatlarni oldilar. Xudo xolasa hozirgi danday moment Xtool N902 eng oxirgi amerikanskiy protsessorligi, multi-pro programmator, Crash'ga CG70, CG100 undan tashqari OBD'lar. Xullas, Crash bo'yicha bu jamiki apparatni jamlab berdim. Bundan tashqari yana zinkanlariga ammalini ham qilib berdim. Bundan yana ko'p apparatlari, xudo xolasa mana elektromobillarning disbalansini ham xudo xolasa boshladilar. Elektromobillar hozirgi kunda balansirovka o'zgarib ketgan holatda bular balansirovka qilib bir xilda qilib beradi xudo xolasa. Sharof akaga murojaat qilaverasizlar. Apparaturalar bo'yicha bizga murojaat qilaverasizlar. Apparat bo'yicha bemalol murojaat qilaveringlar. Yaxshi kunlar. Obучениyasi ham hamma narsasi ish davomida qilib beradilar. Bemalol o'rganib ketsanglar bo'ladi. Bo'ladi.